qandli diabetni yo'q qilsa bo'ladi. Mana bu dorini ichsang, mana bu batni ichsang yo'q bo'lib ketadi deb shunaqa reklamalarni internet tarmoqlarida ko'raman. Birinchi tip qandli diabetni ham, ikkinchi tip qandli diabetni ham yo'q qilib bo'lmaydi. Faqatgina uni kompensatsiya holatida ushlab turish kerak. Endokrinolog shu bemorni konsultatsiya qiladi. Uni o'sha to'g'ri hayot tarzi, o'sha sag'ir tushiradigan, qand tushiradigan dori vositalari bor. Shularni korreksiya qilib beradi. Bu dori vositalarining xili juda ham ko'p. Har bitta kasali, asorati, nima kasalligi bor, yondosh, ozg'inmi, semizmi, hayot tarzi qanaqa, shunga qarab turib, o'sha dori vositalarini u yoki buni tavsiya qilamiz. Shunaqa bemorlar bor, ikkinchi tip qandli diabet. Sag'ir tushiradigan dori vositalarini ichyapti. Bir 3 xilini ichyapti. Lekin sag'ir tushmayapti. Unaqa bemorlarni vaqtida insulin qabul qilishini tavsiya beramiz. Qandli diabetni umuman yo'q qilib bo'lmaydi. Uni faqat nazorat qilish kerak. Va yana bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Nazorat qilishi bilan bemorlar 40-50 yil yashaydi. Nazorat qilmasa asoratlari ko'p, asoratidan juda ham ko'p bemorlarni ko'rganman. Quloq solmagan, vaqtida o'sha dori vositalarini ichmagan, hayot tarzini to'g'irlamagan bemorlarni bilaman. 5 yil ichida asoratlari rivojlanib, nobud bo'lgan bemorlarni juda ham ko'p ko'rganman.